Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 28-mart 2025-yil haftaning juma kunidagi chiqayotgan ishlarimiz mana hozir 10 mingtalik mashinamizga yuklanyapti. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'i. Ishlarimiz standart holatda oltin yig'ishlar. Ko'rib o'tganlaringizdek ranglari atlasli holatda. Bu ishlarimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga ketyapti. Zavodimizning o'zida ishlarimiz narxlari 850 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'rib o'tganlaringizdek mashinamizda 10 mingta. Hozir yomg'ir yoqqani sababli havoshimiz chiqmayapti. Faqat pishgan ishlar. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Yaqindan ko'rsating deganlarga mana yaqindagi holatlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.